Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Oloyda kuchi 5 balga yetgan zilzila sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha jabrlanganlar va vayronalar yo'q. Bishkekda to'ydan keyin zaharlanganlarning soni 232 kishiga yetdi. 131 nafari kasalxonaga yotqizildi. Imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalariga yordam pul berila boshlanadi. Tashabbusni Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi hukumatga taklif qildi. Jalolobodda eshak o'g'irlash ko'paya boshladi. Bunga Xitoyga eshak eksport qilishning aloqasi bormi? O'sh shahrini suv bosish ehtimoli yuqori. Favqulodda holatlar ministrligi mutaxassislari irrigatsiya ariqlarini kengaytirishga chaqirmoqda. O'sh oblastida bugun zilzila sodir bo'ldi. O'chog'i Xitoyda bo'lib 6 ball, yer silkinishi Oloyda 5 ballgacha sezildi. Qirg'iziston Respublikasining seysmologiya instituti ma'lumoti bo'yicha zilzila O'sh oblastida Oloy rayonining Nura, Irkeshton qishloqlarida 5 ballga, Ikizay qishlog'ida 4 ball, So'pqo'rg'on, Sariqtosh, Qorakendik, Kichik Qorako'l, Chiykitala, Qiziljar, Qonqo'rg'on va Chichirqana qishloqlarida 3 ballgacha sezilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra zilziladan jabrlanganlar va vayronalar yo'q. Alato restoranidagi to'ydan keyin zaharlanganlarning soni 232 kishiga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ayni damda Bishkekdagi kasalxonaga 198 kishi murojaat qilib, hududiy kasalxonaga 34 bemor tushgan. Ularning ichidan 131 kishi kasalxonaga yotqizildi. Eslatib o'tsak, 30-martda poytaxtdagi Alato restoranidagi nikoh to'yiga kelgan 200 odam ovqatdan zaharlangani haqida shahar sanepidem nazorat xizmati ma'lumot tarqatgan. Uning asosida jinoiy ish qo'zg'alib, bino yetakchisiga 20 ming, oshpazga 5 ming so'm miqdorida jarima solingan edi. Restoranning ishi tekshiruv tugagunga qadar to'xtatildi. O'sh shahrida suv toshishi ehtimoli yuqori. Ichki irrigatsiya ariqlari tozalanmagani va shiddatli yog'ingarchilikda suv qoplash xavfi bor. Bu ma'lumotni Favqulodda holatlar ministrligining O'sh shahar boshqarmasi bildirib, O'sh meriyasini irrigatsiya ariqlarini tozalashga chaqirdi. Mahalliy hukumat sel xavfini qachon bartaraf qiladi? Navbatdagi lavhada tanishasiz. 28-martdagi shiddatli yomg'irdan keyin sel bo'lib, O'sh shahrini bir qancha hududlarni suv bosdi. Taxminlarga ko'ra, bir kubga yaqin sel kelib, ko'p qavatli binolarni yer to'lalargacha kirib ketgan. Bu hol nafaqat joriy yili, balki har yili qaytalanadi. Жылына 1-2 сезондо ушул жай күз айларында суу келип каттып, шаар сотунун подвалындагы, бул жердеги эски мэриянын зданиясынын оң канатындагы суу басат. Бираз жаап туруп эле бир малды карасак эле сел каптады дейсиң. Биз мындай ылдый жакка болгонго бүт селдин баары бизге каптайт. Анан муну алып коелу десек, эртең дагы күн жаса дагы сел каптайт да. Shahardagi irrigatsiya ariqlari tozalanmagani uchun sel bo'lmoqda. Shahardagi qiyshiq ko'chalarning tepa qismidan oqqan suv pastdagi ariqlarga sig'masdan yo'llar va binolargacha kirib ketgan hollar ro'yxatga olinmoqda, dedi Favqulodda holatlar ministrligi mutaxassislari. Негизинен арыктарга суу батпай калып атат да. Мисалы Сулайман тоо тараптан таш, анткени суу жамгыр сиңбейт, көчөгө сиңбейт. Бүт эле ошол жанакы арыктарга лоток менен келет дагы, аягына келгенде батпай калып атат да. Irrigatsiya ariqlarini ta'mirlashga O'sh shahar meriyasi har yili mahalliy g'aznadan 7 milliondan 10 million so'mgacha mablag' ajratadi. Mazkur mablag'ga mutasaddi idoralar yo'l yoqalaridagi ariqlarni ta'mirlashadi. Oldinda yana 75% ariqni kengaytirish zarur deya ma'lum qilishdi shahar hukumatidan. Учурда биздин бюджеттин ченемдүүлүгүнө карата биз бардыгын толук оңдогонго мүмкүнчүлүк болбой жатат. 7 миллиондон 10 миллионго чейин акча бөлүнүп турган. Эми аз гана жерлер оңдолот да, өзүңөр көрүп атасыңар, кичинеден оңдоп атабыз. Андан тышкары биз ирригациянын өзүн эле карап отура бербестен, жанагы көрүп атасыңар, жолдордун чекесинде тротуарларды оңдогончу иштер жүргүзүп атат, ошол менен кошо арыктарды да салып кетет. Shaharda ichki yo'llarning uzunligi 536 chaqirimni tashkil etadi. Uning ikki tomonidagi ariq esa 1000 kilometrga yetadi. Endi mahalliy hukumat vakillari ko'p sel bo'ladigan O'sh shahar sudi binosi yonidagi ariqlarni kengaytirish bo'yicha loyiha yozishgan. Unga 4,5 million so'm zarur.
Mazkur ministrlik ishni o'zaro tekshirgandan keyin masalani hal etish kerak deya ma'lum qildi. Aytilgan ishlar amalga oshsa, yomg'ir suvlari Ariq orqali kanallarga yoki Akbura daryosiga qo'shiladi. Biroq O'sh shahar orqali o'tgan kanallar sel uchun mo'ljallangan emas. Har bir kanaldan баягы өзүнүн назначениясы болот да. Бул эми сел отводной же болбосо суу таштоочу канал болуп эсептелбейт да. Marat Ahimboyevning so'zlariga ko'ra, O'shdagi kanallar sel yo'nalishi uchun qurilmagan. Mahalliy hukumat esa sel suvlari kanallar orqali ketishi kerak deya qat'iy turishibdi. O'sh shahar meriyasi bu masala tez orada hal etmasa, sel bo'lish ehtimoli yuqori deya Favqulodda holatlar ministrligining mutaxassislari ogohlantirmoqda. Hilola Ashurova, Chinarbek Alibekov, Qimmatbek Abdusamatog'li, Intimaq. Korrupsiyaga qarshi harakat qilish bo'yicha aniq maqsadlarga erishish uchun yana ko'p ishlash kerak. Bu haqda Prezident Sooronbay Jeenbekov Ichki ishlar ministri Ulan Isroilovni qabul qilgan vaqtda bildirdi. Uchrashuvda Isroilov prezidentga Xavfsizlik kengashi qarorlarini bajarilishi, jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha tezkor choralar haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, davlat rahbari statistik ma'lumotlar asosida Ichki ishlar ministrligi tizimida poraxo'rlik darajasi yuqori ekanligini ta'kidladi. Bundan tashqari aholi bilan birgalikda ishlash talab qilindi. Imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalariga yordam puli yaqin orada to'lana boshlanadi. Tashabbusni ijtimoiy rivojlantirish ministrligi ko'tarib, hukumatga taklif qilinmoqda. Unga ko'ra, nogiron bolalarning ota-onalariga har oyda 6000 so'mgacha pul beriladi. Agar qaror qabul qilinsa, uyda bola parvarish qilgan ota-onalarning muammosi yengillashadi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Yaqin kunlarda imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalariga mablag' ajratilishi kutilmoqda. Bunday qonun loyihasi Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi tomonidan ishlab chiqilib, hozirda natijasi kutilmoqda. Unga ko'ra, uyda o'tirib bola boqqan ota-onalarga har oyda 6000 so'mgacha pul berilishi rejalashtirilgan. 1-iyuldan баштап жана совокупный доходто эсептегенде ошо пенсия алынып салынат. Анан жанагы инвалид балдардын жана бала кезинен инвалид адамдардын жөлөк пулу ошо 30%га көтөрүлөт. Bunday ota-onalar qatorida Mayramgul Sidiqaliyeva ham bor. Kenjasi tug'ma kasallik bilan tug'ilib, uyda o'tirib farzandini qarashga majbur. Davlat tomonidan har oyda 3000 so'm nafaqa berilib, farzandining dori-darmonidan ortmasligini, qo'shimcha soliqni tiklash uchun moddiy jihatdan qiynalayotganligini aytadi. Биздин балдардын пенсиясы 3000 эле. Мындай чоңураак балдардыкы вообще 1500, 2000 эле болот. Аны элестеткиле 2000ге ким жашай алат? Нанна деле жетпейт. Көп оор балдар жалаң памперсте отурат. Qirg'izistonda nogiron bolalar soni 29 mingdan ortadi. Uning 6 mingdan ortig'i yaqinlarining muntazam g'amxo'rligiga muhtoj. Shu sababli ham imkoniyat cheklangan bolani ota-onasi uyda o'tirishga majbur. Hukumat taklif qilayotgan qonun amalga oshsa, yaqin kunlarda imkoniyat cheklangan farzandi borlar qo'shimcha mablag' olishga ega. Biroq bu imkoniyat cheklanganlar muammosini hal etishiga ko'pchilik ishonmaydi. Misal 18-тен жогоркудагы биринчи группа майыптыгар балдар бар да, адамдар бар да, чоңоюп калганчы. Алар андан да оорда, эми аларды көсөмөлдөп карап, аларды мисалы суга түшүрүү, же болбосо аларга тамак бериш кандай кыйын, алар кийинтүү деген өзүнчө эле машакатта. Ушуларга дагы мисалы айлык акы төлөп бериш керек. Imkoniyat cheklangan bolalarga beriladigan mablag' so'nggi marta 2012-yili 50% ga ortgan. Ota-onalarning murojaatidan keyin ministrlikning tashabbusi bilan bolalarning nafaqa puli 30% ga ko'tarilishi taklif qilinib, hozirda mexanizmlar ishlab chiqilmoqda. Shavkatbek Umarov, Gulzara Baqayeva, Rustam Alimbayev, Intimaq. Jalolobodda eshak o'g'irlash boshlandi. Yil boshidan beri 18 ta holat ro'yxatga olindi. Keltirilgan zarar 160 ming so'mni tashkil qildi. Holatning yuzaga kelishi Xitoyga eshak eksport qilish bilan aloqador. Aniqroq aytsak, eksport bilan shug'ullangan kompaniyalar o'g'irlangan eshaklarni sotib olgan yoki o'zlari yaylovdan o'g'irlab ketishdi degan gumonlar bor. Bu haq qanchalik haqiqatga yaqin? Navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'shning Qorasuv tumanidan kelgan Turat Jalbayev 5 ta eshagini hovlisidan o'g'irlatgan. 2 oydan beri O'sh va Jalolobodda eshak eksporti bilan shug'ullangan korxonalar hayvonlarni qidirishmoqda. Topmasam 50 ming so'mgacha zarar bo'ladi deya kuyinmoqda. Ayılda eşekler kalmadı.
бардығы ешегім ондан кейін да бір ешек сатып алды мен іштеткен супу ташығаны. Ол ешекті азыр малдар үшін сарайға алып кіріп кәлттап күні екі мал отыз алып кәлттап açqıchмен kalitib o'tiramiz. Jalbayev kabi eshak o'g'irlatganlarning ko'p qismi Jalolobod shahriga qidirib kelishadi. Sababi eshak eksporti bilan shug'ullangan ishxonaning saroylari Sputnikda joylashib, har kuni yuk mashinalarda eshaklar olinib kelinadi. Qancha jolu ушул жерге жашоочулар, ушу жерге өзен жашоочулар kelib eshaklarni izlab kelgan uchurlarga деле көп эле күбө болуп атабыз да. Biroq militsiya xodimlari aytilayotganlar quruq so'zlar ekanini ta'kidlashmoqda. Sababi Jalolobod oblastida joriy yilning 3 oyida eshak o'g'irlash bo'yicha 18 ta fakt ro'yxatga olingan bo'lsa, biri Sputnikdagi saroylardan topilgan. Ayrim жарандар арызданып келатат, eshak urdu фактысына катталгандар. Булар келгенде ушул жерде болушу мүмкүн деген болжол менен келген. Арыздын негизинде милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам иш-аракеттер жүргүзүлгөн, бирок ошол жерде териштирип сураган учурларда биздин арыздын негизинде eshak urdu фактысы да ал жерде болгон эмес. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'tgan yili Jalolobod oblastida rasmiy ro'yxatga olingan eshak o'g'irligi 164 ga yetgan. Zarar miqdori esa 760 million so'm deya baholandi. Joriy yilning 3 oyida esa 18 ta fakt ro'yxatga olinib, yashovchilarga 160 ming so'mgacha zarar kelgan. Hilola Ashurova, Kabul Qo'chqonboy o'g'li Shayr Zairbek o'g'li Intimaq. O'sh oblast birlashgan klinik kasalxonasining ayrim bo'limlari kapital ta'mirga muhtoj, devorlarda yoriqlar paydo bo'lib, deraza va eshiklar eskirgan. Bu O'sh oblastining rahbari Talaybek Saribashevning navbatdan tashqari tekshiruvi asosida ma'lum bo'ldi. Saribashev shuningdek kasalxonaga kira olmay soatlab navbat kutganlarni ham guvohi bo'ldi. Oblast kasalxonasining holati navbatdagi lavhada. Bungacha oblast yetakchiligiga shifokorlarning befarqligi, pora talab qilishi va xizmat ko'rsatishdagi sharoitlarning nochorligi bo'yicha arizalar kelib tushgan. Shu sababli oblast kasalxonasi rejadan tashqari tekshiruv qilindi. Bu yerda davolanayotganlar choyshablarni o'zlari bilan olib kelganini guvoh bo'lish mumkin. Olisdan kelganlar esa toza bo'lmagan matraslar ustida davolanishga majbur. Bir kundan jatqılarına. Старший стоят, матрас aldılar. Manda pastadagi o'zi bir kun jatib turib baylanlar jatqizganlar. Ba'zi bo'limlar esa ta'mirga muhtoj ekani sezildi. Devorlari tusha boshlagan yerlar ko'p yillardan beri ta'mirlanmaganini isbotlaydi. Shu bilan birga eshik romlari ham eskirgani ko'zga tashlanadi. Ayniqsa xirurgiya bo'limida bu yo'nalishda deyarli umuman ishlar qilinmagan. Biz kelgende, yetekçiler gelgende, zor gelgende kayra suyun bular. Şollarda onda var. Maqulmi? Men eshikdan kirganda bayqadim. Bu adenda hech yo'q bo'lgan. Bo'lim yetakchisi ham deyarli 40 yildan beri kapital ta'mirlanmaganini aytadi. Sababi mablag' ajratilmagan. Shuning uchun iloji boricha bo'yab oqlab olishadi. Bemorlar ham yaqin kunlarda zarur dori-darmon va choyshablar bilan ta'minlanishini qo'shimcha qildi. Şifre verir. No, достаточно количество берсе bu хирургия bir günde kan bolup kalıp bir günde olmasından to'la keladi. O'shaning uchun bu ежедневно berganga андай возможность yo'q. Butun андай возможность yo'q. Ада dar-darmeklar bardigi belgilanadi. Eng asosiysi kasalxonaga kelgan bemorlar va ularning yaqinlari ichkariga kira olishmaydi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, har bir bo'limni kirish qismida doim odamlar bilan to'la. Bunday holda kasallik bilan murojaat qilganlar navbat ko'pligi sababli shifokor qabuliga kira olmasdan ortga qaytishadi. Ko'tarsa medsestra, sanitarkalar ular eshikni tagiga xo'jayin bo'ladi. Bir narsa bo'lib qolsa javob bera oladimi? Moda bizcha qog'oz berishim kerak edi, oyatullo chiqsa berishim kerak desam, uyatga bilan so'kib, hozir qanchasi xirurgiyaga ketdingiz? Hozir. Birinchi xirurgiya. Men aytib qo'y, men bilan unaqa munosabatda bo'lma desam tushunmadi. Qo'limdan urib chiqib qo'ydi eshikdagi. Tekshiruv davomida bemorlardan shifokorlarni ularga bo'lgan munosabati so'raldi. Ko'pchiligi shifokorlar yaxshi tekshirmasligini, ko'p pul so'rashini ta'kidlashi. Shu sababli navbatdan tashqari tekshiruv yana uyushtirilib, holat muntazam nazorat qilinishi ta'kidlandi. Pensiyadagi odamlarimiz, yosh bolalarimiz bardigi haqsiz davolanish kerak degancha biz o'shani ko'pincha ko'zamol qilyapmiz. Endi bu ko'pincha başka oblastlardan da gelip жатқан Jalolobod, Batken oblastlarından gelgen o'g'rilarda ko'p ekan. Alarning tamoq ashlarini qarab o'tamiz bunda. Ta'kidlab o'tsak, oblast hududida muassasa idoralarining xizmat ko'rsatishi bo'yicha har bir fuqaro oblast rahbariga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Arizalardagi takliflarni amalga oshishini rahbariyat o'z nazoratiga oladi. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'iboyev, Argen Qalbek o'g'li, Intimaq.
O'shdagi Oltin uya bolalar uyida bog'cha ochiladi. Agar O'sh shahar meriyasi ko'tarilgan tashabbusni qo'llasa, hozircha bu taklif qatori aytilib, rasmiy murojaat bo'lmadi. Agar ruxsat berilsa, bolalar uyidagi bog'cha yoshidagi bolalar bilan birga 55 nafar bola maktabgacha ta'lim muassasasida bilim oladi. Bog'chaga zarurat bormi? Muxbirimiz bilib qaytgan. Oltin uya bolalar uyida maktabgacha bilim berish tomoni hisobga olinmagan. Bolalarni o'qitishiga shtat ajratilmagan uchun tarbiyachi yo'q. Ularni bog'chaga yuborishga esa mablag' ajratilmagan. Maktabgacha bilim olishmagan uchun keyin maktabda o'zlashtirishga qiynalishadi. Shu sababli yetakchi bu yerda bola bog'cha ochishni rejalashtirmoqda. Анан булар деле азыр үйдө тарбияланып атат да. Бизде мындай штат каралган эмес. Үй бүлөлүк балдар үй болгондуктан бул жерде мен анан келиним экөөбүз гана иштейбиз да. Анан чындыгында баягы физически бизде эч кандай жетише албайбыз да. Ушулардын кирин жууп, тамагын жасап. Bu yerda 12 nafar bola tarbiyalanadi. Ularning 7 nafari maktabga qatnasa, qolgani uyda qoladi. Mazkur joyda bog'cha ochilsa, tashqaridan kelgan bolalar bilan 60 nafar bola bilim olishar edi, deydi yetakchi. Bala baqcha ачканга, мисалы үчүн менде мүмкүнчүлүгүм бар. Менде имарат бар да. Алардын коммуналдык төлөмү, анан кийин айлык акысы, анан баягы анча-мынча каржылоо маселеси мени мындай түшөлтүрөт да. Эгерде ошол болсо, ушул балдарга ушундай бала бакчаны ачып койсо, ушуларды билимдүү кылып тарбияласак, мүмкүн булардын арасынан өтө шыктуу, өтө таланттуу балдар чыгышы мүмкүн да келечекте. Buning uchun mahalliy hukumatdan ko'mak kerak. Oltin uyi yetakchisi bola bog'cha ochish tashabbusini O'sh shahar meriyasiga aytgan, biroq rasman murojaat qilmagan. Ал жерде үй бүлөлүк үй болуп атпайбы балдарга. Ошол эле учурда бала бакчадан ачуу туура келип алынып караш керек. Бизге кайрылар бул маселе боюнча. Кайрылган болсо текшерүү жолун беребиз. Карап жана мыйзам чегинде туура келеби, келбейби, аны бир карап чыгыш керек. Bayzakovning qo'shimchasiga ko'ra, agar Oltin uya bolalar uyi rahbari bog'cha ochish bo'yicha ariza bilan murojaat qilsa, maxsus komissiya tekshirib chiqadi. O'shandan keyin maxsus qaror asosida bog'cha ochish yoki ochmaslik masalasi hal etiladi. Hilola Ashurova, Marat Akimbekoğlu, Nursulton Abdukerimog'lu, Intimaq. Qorasuvda birinchi marta ommaviy tarzda 20 mingga yaqin fuqaro shanbalik o'tkazdi. Ular shahar bilan rayon hududlariga 12 ming daraxt ekishdi. Jarayon davomida jamoat joylaridagi chiqindilar tozalanib, ichki ariq va kanallar qazildi. Bunday ko'p aholi qatnashgan tadbir o'lka hududida e'lon qilingan 3 oylikning asosida bo'lib o'tdi. Toza hayot aksiyasi Qorasuv rayonining barcha qishloq hududlarida bo'lib o'tdi. Muassasa ishxona xodimlari, qishloq shahar yashovchilari bo'lib, umumiy ishtirokchilar 20 mingdan oshdi. Istirohat bog'lari, tarixiy yodgorliklarning gulzorlari tozalanib, ko'chalar va jamoat joylaridagi chiqindilar olindi. Kanallar, ichki ariqlar bahorgi dala ishlari sababli qazilib, ijtimoiy muassasalar ham oqlanib bo'yaldi. Elimiz toza olsun, yerimiz toza olsun deb, sebebi biz buna şaharga çekleşken aylardamız. Şahar bilesizler, shaharimiz toza, buna ayılız, Qorasuv rayoni toza, bardigi sonun bo'ltiradi. Jarayon davomida 12 mingdan ortiq turli daraxtlar ekildi. Shanbalik Qorasuv rayon ma'muriyati va shahar meriyasi tomonidan o'tkazilgan. Maqsadi hukumatning mart oyida e'lon qilingan 3 oylik toza hayot aksiyasini har hafta amalga oshirish. Har qanday baq daraxtlarni aqtash ishlari bilan alek bo'lib o'tiradi. Bugun bardıq mekteptin muallimleri, detsattin tarbiyachilari, mekeme ishxonalar Qorasuv shahri bo'yicha jasildandırуу, ko'rklandirуу, tozalik ishlarini biz qat'iy yurgizib жатабыз. Mahalliy hukumat vakillari xabar qilishicha, hududda hukumatning Toza hayot aksiyasi birinchi marotaba mana shunday katta miqyosda o'tkazilmoqda. Aksiya davomida sanitar tozalashdan tashqari xavfsizlikni ta'minlovchi tungi chiroqlar ham o'rnatilgan. Qishloq hukumatlaridagi yo'llarda to'siqlar o'rnatilib, 3 chaqirimdan ortiq piyodalar yo'li bilan ichki yo'llar ta'mirlandi. Bugun rayonimizda 3 aydan içinde bunday işler ulantılar. Eslatib o'tsak, Qirg'izistonda Toza hayot milliy kompaniyasi 1-martdan boshlangan. U yana 2 oy davom etib 31 martgacha bo'ladi. Aksiya ijtimoiy infrastrukturani, shahar va qishloqlardagi sanitar holatni yaxshilashga, obodonlashtirishga, o'lkaning butun hududini tozalashga yo'naltirilgan. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Avval dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling.
Qozog'istonning Chimkent shahrida muzqaymoqdan zaharlanganlarning soni 100 ga yaqinlashdi. Bu haqda Janubiy Qozog'iston oblastining Sog'liqni saqlash boshqarmasining matbuot kotibi Mira Suliyeva bildirdi. Uning aytishicha, muzqaymoq yegan 100 ga yaqin kishi kasalxonaga yotqizilib, analiz olindi. Keyinchalik 38 kishi uylariga chiqarilgan. 2-aprelda oblast hokimi Jansey Tuymebayev jabrlanganlar bilan uchrashgan vaqtda sanitar-epidemiologiya nazorat departamenti ishini tanqid qildi. Muzqaymoqdan zaharlanganlar Chimkentning infeksiya kasalxonasiga 29-martdan boshlab murojaat qila boshlashgan. Ularning barchasi shahardagi savdo rastalarining biridan muzqaymoq yegani aniqlangan. Trump ma'muriyatining matbuot kotibi Sara Sanders 2 liderning 20-martdagi telefon so'zlashuvida ehtimoliy uchrashuv o'tkazish uchun bir necha bino, uning ichida Oq uy haqida so'z bo'lganini aytdi. Sara Sanders bu uchrashuvning sanasini aytmadi va yaqin orada bo'lishi mumkinligini bildirdi. Bu vaqtgacha Kremlning oliy maslahatchisi AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya lideri Vladimir Putinni Oq uyga kelib ketishga chaqirganini bildirdi. Rus prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov 2-aprelda yangiliklar agentliklariga xabar qildi. Trump bunday taklifini o'tgan oyda Putinning prezidentlik saylovidagi g'alabasi bilan qutlaganini qo'ng'iroq qilganda aytgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan Do'stlik rayonidagi Manas qishlog'i 45 kun ichida butunlay o'zgardi. Prezidentning matbuot xizmati qishloqni ta'mirlash ishlarigacha va undan keyingi ko'rinishi tasvirlangan videoni e'lon qildi. Bu yil fevralda Manas qishlog'i uylari bilan binolari eski, yo'llari botqoq, qarovsiz qolgan qishloq edi. Fuqarolarimiz shu kabi sharoitlarda yashashlari biz uchun og'riqlidir. Men Manas misolida bizning oldimizda qanday maqsadlar turganini ko'rsatmoqchiman. Og'ir va murakkab bo'ladi. Agar biz eng murakkab qishloqdan ishni boshlamas ekanmiz, odamlar bizga ishonmaydi, hech qachon ishonmaydi, degan Mirziyoyev bir oy avval. Misr prezidenti bo'lib hukumatda turgan hozirgi davlat rahbari 2-muddatga qoldi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi ovozlarni to'liq hisoblab chiqqandan so'ng bildirdi. Biroq uning xizmatda qolishi bu vaqtgacha aytilgan. U saylovchilarning 97% ortiq ovoziga ega bo'ldi. Misrda prezident saylovining natijasi chiqdi. Bungacha taxmin qilinayotgan Abdul Fattoh As-Sisi 2-muddatga saylandi. U saylovchilarning 97% ko'p ovoziga ega bo'lgan. As-Sisi 2014-yili harbiy to'ntarish yordamida hukumatga kelgan. Unda tartibsizliklar tufayli o'sha vaqtdagi davlat rahbari Muhammad Mursi xizmatdan tushgan edi. Abdul Fattoh As-Sisi 21,832,000 ovoz to'play oldi. Bu 97,10 8% tashkil etadi. Raqobatchisi Musa Mustafa esa 200dan 92% ovozga ega bo'ldi. Saylovda 2 nafargina nomzod bellashgan. Muxolifat vakillaridan chiqqan nomzodlar saylov kuniga yetmasdan yanvar oyida nomzodini ro'yxatdan chiqarib tashlashgan. Unda As-Sisining asosiy raqobatchisi qamoqqa olinib, saylov shtabining boshlig'i kaltaklangan edi. Mazkur voqeadan keyin qolgan muxolifat nomzodlar tazyiqlar bo'layotganini aytib, saylovda qatnashishdan bosh tortishgan. Ammo 2-muddatga saylangan prezident bu voqealarga aloqasi yo'qligini aytib kelmoqda. Finlandiyada bolalarga robotlar dars bera boshladi. Biri chet tillarni o'rgatsa, biri esa matematikadan saboq beradi. Biroq barcha maktablarda emas, hozirda robotlar sinovdan o'tkazilmoqda. Bu usul bolalarga ham qulay ko'rinadi. Elias Finlandiyadagi maktablarning birida ingliz tilini o'rgatuvchi muallim. U sabr bilan lug'atlarni qaytarib, bolalarga o'rgatadi. O'quvchilar adashib ketsa, ularni siltamay, aksincha raqs tushib beradi. Bu gumanoid mobil ilova yordamida ishlab, hozirda uni Tampere shahrida sinovdan o'tkazishmoqda. Robot neytral, bolalar xato qilsa masxara qilmaydi. So'zlarni erinmay qaytarib o'rgata oladi. Elias 23 tilni biladi. U o'quvchilar bilan savol-javob olib borib, natijasini o'qituvchilarga aytadi. Juda qiziqarli ekan, menga juda ham yoqdi. O'qituvchilarning so'zlariga ko'ra, robotlar darsni yaxshi o'rgata oladi. Til o'rgatgan robot kabi yana bir gumanoid boshqa maktabda o'quvchilarga matematika darsini o'qitishni ham ma'lum bo'ldi. Ammo qanday bo'lsa ham baribir o'qituvchining yordami zarur. Bu fikrni o'quvchilar ham ma'qullashadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz ostida o'tsin, xayr-omon bo'ling.